Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shahrinsa Farhodova bilan gaplashyapmizmi? Ha, xuddi o'zi. Bezovta qilib qo'ymadikmi, Farhodova? Yo'q. Biz bog'cha masalasi bo'yicha chiqayotgandik. Siz bog'chada ishlaysizmi? Ha, qulog'im sizda. Xususiy Bog'chada ishlayman. bog'changizni adresini ayta olasizmi? Qayerda bog'changiz, qayerda joylashgan, qanaqa sharoitlari bor? Siz kim bo'lib ishlaysiz u yerda? Bog'chamiz Termiz shahridagi Istomina ko'chasi, ya'ni Dino ko'chasi deb aytiladi hozirgi nomi. Istomina ko'chasi Smak kafening orqa tomonida, yangi domlarda, juda keng bir domlarda qurilgan birinchi etajdan hamma shart-sharoitlarga ega dom bog'cha bo'lgan. Biz uni bog'cha qilganmiz. Hozirda men bu yerda ish yurituvchi bo'lib ishlayman. Ishlarni yo'lga qo'yib, bolalarni ovqatlarini nazorat qilib, shaxsan o'zim pishirib beryapman ovqatlarini, shirin, foydali, mazali ovqatlarni pishirib beryapman. Ham ish yurituvchi bo'lib ishlarni, bolalarni o'sha mashg'ulotlarini, uxlashlarini, tarbiyachilar bilan birgalikda til topishib ketishlarini nazorat qilib turibman hozircha. Bog'chada nechta xodim ishlaydi? Sharoitlari qanday? Bog'chada hozircha 3 ta xodim ishlaydi. Men bilan birgalikda. 2 ta rus millatiga mansub bo'lgan Sveta opa va Galina opa degan tarbiyachilarni ishga olganmiz. Ular faqat bolalarimizga rus tilida gapiryapti hozirda. Oddiy so'zlarni ham, kundalik turmushda ishlatiladigan oddiy xatti-harakatlarni ham faqat rus tilida gapirib, tushuntirib, bolalarimizga qarab kelyapti. Ularning ishlari menga juda ham yoqyapti. Ularni sinov muddati bilan ishga olgan edim, lekin men qaror qabul qildim ularni doimiy ishga olib qolishga, chunki bolalarimizga rus tilida juda ajoyib gapirib, ancha bolalarimiz hech bo'lmasa bir kunda 3 ta so'z bo'lsa ham rus tilida o'rganib boryapti. Buni ota-onalarning o'zlari ham tasdiqlashyapti. Shahrinsaxon, siz mana bu yerda ish yurituvchi sifatida bog'changizdagi menyular haqida, mana ishdan tashqarida bo'layotgan menyular haqida ma'lumot bera olasizmi bizga? Albatta ma'lumot beraman, chunki bolalar uchun tuzilgan menyumiz bu juda ham ularning o'sishi uchun kerakli bo'lgan foydali mahsulotlardan tuziladi menyusi. Sabzavotlardan, faqatgina tabiiy mahsulotlardan. Bolalar uchun hozirgi kunda mana ko'p har xil grippli infeksiyalar chiqqan. Bularning sababi nima? Bolalarning o'sha sun'iy ovqatlarga ko'p o'rgatilib tashlanishida. Lekin men mana shuni oldini olgan holda bizni bog'chamizga kelgan har bitta bola uyda pishgan tabiiy, o'zlari uyda tayyorlangan mana shu sabzavotlarga boy, vitamin va minerallarga boy bo'lgan, kletchatkalarga boy bo'lgan mahsulotlarni yeb sog'lom o'sishadi deb o'ylayman. Shuning uchun ham menyularni o'zim tuzib chiqqanman. Juda ham foydali menyular, sabzavotli, o'sha kabachkili, har xil ko'katli, nima deydi, blinchiklar, quymoqlar, har xil piroglar, hammasi uyda xullas tayyorlanadi. Men menyularni rasmlari bilan sizga istasangiz havola etaman. Pyurelar va bu juda ham bolalarga yoqadi. Ko'pincha ota-onalar nima uchundir meni bolam sabzi yemaydi, meni bolam kartoshka yemaydi, piyoz yemaydi deb shikoyat qilib olib kelgandi menga bolalarni. Lekin bizni bog'chamizga kelgandan keyin bu ovqatlarni men noodatiy uslubda pishirib berganim uchunmi balkim ularga juda yoqyapti va hech ham ovqatlarni qoldirmasdan yana qo'shimcha so'rab ham yeb olishyapti. Men bundan juda xursandman. Bolalarni mana shunday shirin taomlar bilan siylayotganimdan, ularni ko'ngliga yoqadigan shirin ovqatlar pishirib berayotganimdan juda ham xursandman va buni har doim o'zim nazoratda ushlab turmoqchiman. Shahrinsaxon, bir kunda bolalar necha mahal ovqatlanishyapti? Bizda umumiy hisobda bolalarimiz 4 mahal, 5 mahal ovqatlanyapti. Chunki ertalab zavtrak qilinadi, ya'ni nonushtada sariyog'li non, bedana tuxumi, kasha ham har xil, ovsyanli kasha, manniy kasha, guruchli kasha, har xil kashalar qilib beriladi. U ham har doim bir xillik emas. Bolalarimiz o'sha bitta narsadan bezib qolmasliklari uchun ham. Undan tashqari orada bir perikus, ya'ni tamaddi deyiladi. Yengil tamaddi, mashg'ulot o'tayotgan vaqtida tushlikkacha bo'lgan vaqtda yengil tamaddi uchun pishloq yoki banan yoki bo'lmasam olma, shunga o'xshash mevalar yoki bo'lmasam foydali ozuqalar beriladi yengil tamaddi uchun. Keyin esa tushlik vaqtida birinchi va ikkinchi
quyuq va suyuq ovqatlar beriladi. Ya'ni bunda biz kotlet yoki bo'lmasam garnir, guruchli garnirlar, har xil grechkalar yoki bo'lmasam chechevitsalar, shunaqa narsalarni pishirib beramiz. Suyuq ovqat bilan birgalikda suyuq ovqatlarimiz ham albatta va mazali suyuq sho'rvalar bo'ladi. Doktor Eschanovni ham ko'p eshitib turaman va ularning tavsiyalariga amal qilgan holda bolalarimiz uchun eng kerakli bo'lgan ingrediyentlardan tuzilgan menyularimiz. Ular o'sha bolalarimiz uchun birinchi, ikkinchi suyuq va quyuq ovqatlar hammasi foydali mahsulotlardan tayyorlangan. Tushlikdan keyin ham bora, nima perkuslar? Tushlikdan keyin ham ular uxlab turishadi. Tushlikdan keyin va uyg'ongandan keyin ular uchun birorta bir shirinlik yoki bir somsa yoki bo'lmasam bir pechenye uyda tayyorlangan, o'zim tayyorlab mana shu narsani beraman. Albatta ular ham foydali narsalardan hech qanday ximikatlarsiz, ranglarsiz, bo'yoqlarsiz, tam kuchaytirgichlarsiz qo'shilgan mana shu bolalar uchun kerakli bo'lgan shirinlik bo'ladi. Va yonida albatta shirin namataklar yoki bo'lmasam o'rik yoki bo'lmasam olma qoqisidan tayyorlangan kompotlar bilan birga tortiladi va bolajonlar buni sevib iste'mol qiladi. Shahrisahon bog'chalaringiz nechta kishiga mo'ljallangan? Nechta bolajonlarga mo'ljallangan? 33 ta o'rinli bog'cha bolaga mo'ljallangan. Biz ko'proq songa emas, sifatga e'tibor berish maqsadida ham o'sha 33 ta bolani keyinchalik ham soniga e'tibor berib, ko'proq sifatiga e'tibor berib, soniga emas, ko'paytirib emas, ko'proq sifatiga e'tibor berib, har bitta bolaning o'sha tushlik vaqtida ovqatlarini yeya oldimi? Ba'zi jonlar bizga kelishi mumkin, o'zlari mustaqil ovqat yeya olmasligi mumkin. Tarbiyachilarimizga o'sha nazorat ostida ular ovqatini o'zlari yeya oldimi? Ovqatini yoki yedirib qo'yish kerakmi yoki shunga o'rgatish kerakmi? Mana shu narsalarni ham nazorat qilib, keyinchalik hammasini o'zimiz yo'lga qo'yganmiz, yo'lga qo'yib boryapmiz va buni hozirda ham. Bolajonlar necha yoshgacha bo'lgan bolalar qamrab olinyapti? 2,5 yoshdan yuqori bolalar asosan olinyapti. 2,5 yoshdan yuqori bolalar. Agar lekin keyinchalik ham talab kuchayaversa, 2,5 yoshdan kichkina bolajonlarni ham olishni reja qilganmiz. Lekin hozircha biz 2,5 yoshdan yuqori bolalarni olyapmiz. Shahrisahon albatta bog'chalaringizga havasimiz keldi. Endi shu bolajonlarga pul to'lovlari qanday tarzda bo'lyapti? Qancha summadan bo'lyapti? Bolalar uchun pul to'lovlari albatta bu hamyonbop narsa deb o'ylayman. Biz atrofdagi bog'chalarni, xususiy bog'chalarning narxlarini o'rgangan holda narx qo'ydik. El xalqni o'ylagan holda 700 ming so'mdan boshlanadi narxlarimiz. Hozircha hammaga 700 ming so'm. Agar o'sha kam ta'minlangan oila hujjatlarini olib kelsa, biz ularga albatta imtiyoz qilamiz va bitta oiladan ikkita farzand keladigan bo'lsa, ular uchun ham alohida imtiyozlarimiz bor. Ya'ni ular 500 mingdan har bitta farzandiga berib, 1 million so'm bilan ikkita farzandini bizga qarash uchun berishlari mumkin bo'ladi. Bog'cha kunlari albatta shu dushanba kundan juma kungacha bo'ladi. Hozircha hali xuddi shunday, dushanba kundan juma kungacha, lekin keyinchalik ota-onalarning talabidan kelib chiqib biz shanba kunni ham yo'lga qo'yishimiz mumkin. Bu narsa ham rejamizda bor. Hurmatli Shahrisahon, ota-onalar qiziqqan holatda sizga murojaat qilyapmiz. Shu bog'chada bo'lgan barcha sharoitlar haqida videolari yo fotolari bo'lsa bersangiz, bizga qiziq bo'lyapti-da. Hozir yangi bog'cha, shuning uchun ham universitetning oldida bo'lgani uchun, yaqin bo'lgani uchun qiziqib turibmiz biz hozir. Talaba ota-onalar sifatida. Rahmat qiziqqaningiz uchun, lekin hali biz reklama qilishga ulgurmadik, sababi ishlarimiz mana shu bog'chani yo'lga qo'yib olish bilan band edik. Reklama qilishga hali unchalik qiziqqanimiz ham yo'q, sababi ko'pchilik atrofda bizga reklamasiz ham bog'chalaringizga tarbiyalanuvchilar ko'payadi deb aytishyapti. Lekin biz hozir siz bizga chiqqaningizdan, murojaat qilganingizdan juda ham xursand bo'ldik. Kelib shart-sharoitlari bilan o'z ko'zingiz bilan ko'rib tanishib ketishingiz mumkin. Men o'ylaymanki, bog'chamiz barcha sharoitlar bilan sizga manzur bo'ladi. To'liq ma'lumotlar oldik. Rahmat, Farhodova. Rahmat, sog' bo'ling. Ko'rishguncha, xo'p. Xo'p, sog' bo'ling. Rahmat, xo'p.